Sen jo'rayib tursan-ku hozir. Boylik vaqtga keladi, boylik bilan zet yashaymiz. To'g'ri, boylik bilan buyina zet yashaysan. Boylik bilan bu dunyoda zet yashaysan. Lekin bu dunyoda boylik bilan yashaysan. Yana aytasan, boyliging bo'lsa, puling bo'lsa desa, zet yuraysan. To'g'ri, beda zet yuraysan. Vanda nima zetasan? Vona qaysi olimmi, qaysi bir boy odam pulini yo'ridan ketganini ko'rgansan. 2 metr kafan bilan ketadi. 2 metr kafan bilan ketadi. Vanda qurib qilgan savobli amallaring, namoyi amalingdagi yaxshi ishlaring seni jannatga kirishingga sababchi bo'ladi. Shuni bilib qo'y, jo'ra, boy odam jannatga kirishidan tuya inna deyishkidan o'tishi ansat deb aytiladi. Boy odam hech qachon jannatga kirmaydi. Sen bedazat yashaysan, bu dunyoda zat yashaysan. Bu dunyoga borganda hech pul pedasi yo'q pulingmi? Milliardlagan puling bo'lmaymi? Milliardlagan dollaring bo'lmaymi? Pedasi yo'q, bir tep pedasi yo'q. Sen bu hayotda pedasi bo'lmasa, bu hayotda umuman pedasi yo'q. Sen bu hayotda pedalanishing mumkin. Sen bu hayotda bola chaqangga boqishing mumkin. Sen bu hayotda yashashing mumkin deb o'ylaysan. Lekin sen buni nereden topding? Nereye yo'qotding? Nechta topding? Kimga sarflading? Haramga yuberdingmi, ichdingmi, chekdingmi, hammasini birma-birlab tin-tinini dong. Javobini berishingga yodingdan chiqarma. Hamma shu narsaga qiziqadi. Hamma shu narsaga qiziqadi. Shu narsani bilib. Hamma boy unday emas, masalan, saxiy boylar hamma. Saxiy boy aytib turibman-ku, Sulaymon alayhissalom payg'ambarlarning ichida eng boyi bo'ladi. Eng boyi bo'ladi, lekin payg'ambarlarning eng oxirida giradi jannatga deb aytilgan. Nechun boyligini sarhisobi bo'lmaganidan oxirida giradi. Shu narsani bilib olgan yaxshi. Boylik sana hech qachon bu dunyoda vaqtga kelmaydi.